Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham mazali chiqadigan, tez va oson tayyor bo'ladigan tort tayyorlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz tortimizni biskvitini tayyorlab olamiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 4 dona tuxum, 1 chimdim tuz, 180 gram shakar va 1 choy qoshiqda vanilin shakari solamiz. Mikser yordamida oppoq quyuq massa bo'lgunigacha ko'pirtirib olamiz. Taxminan 3-4 daqiqa davomida chiroyli bo'lib, oppoq bo'lib ko'pirib chiqadi. Tuxumli massamiz ko'pirib chiqdi. Endi buni ustiga oldindan eritib qo'yilgan 50 gram saryog' va xona haroratida turgan 70 mg sut solamiz. Saryog' o'rniga o'simlik yog'idan foydalanishimiz mumkin, xuddi shu miqdorda. Yana birozgina mikserni past tezligida aralashtirib olamiz. Ortiqcha ko'pirtirib olmaymiz. Endi 170 gram unni yarmini elakka soldim. 1,5 choy qoshiqda pishiriq kukuni, ya'ni qavartma elakdan o'tkazib qo'shamiz va yengil-yengil aralashtiramiz. Aralashtirib bo'ldik. Endi unni qolgan qismini qo'shamiz va un bilan birgalikda maydalangan 30 gram yong'oq qo'shamiz. Yana yengil-yengil aralashtiramiz. Xamirni quyuq suyuqligini ekranda ko'rsatib o'tdim. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan qolipimizga xamirni hammasini quyib olamiz va xuddi shu ko'rsatganimdek qilib stol ustiga urib, ortiqcha havolarni chiqazamiz. Qizib turgan duxovkada 170 gradusda 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Duxovkani tepa-pasti baravar yoqiladi. Biskvitimiz ichlari to'liq pishgan. Biroz soviganidan keyin qolipidan ko'chiramiz. Qanchalik yumshoq pishganini mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Endi korjni, biskvitni 3 ta bo'lakka, ya'ni korjlarga bo'lib olamiz. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Endi korjlarni chetga qo'yib turamiz va kremini tayyorlab olamiz. Kremi uchun xona haroratida yumshab turgan 250 gram saryog' biroz ochargunigacha ko'pirtiramiz. Ortiqcha ko'pirtirib olmaymiz, saryog'imiz erishi mumkin. Sal rangi oqarib, ocharganidan keyin ustiga qaynab qo'yiltirilgan sut qo'yamiz. Bir banka ishlatdim, 397 gram. 1 osh qoshiqda kakao va tabga qarab 1 osh qoshiqda shakar pudrasi. Biroz ko'proq yoki umuman qo'shmasa ham bo'ladi. Yana ozgina ko'pirtirib olamiz, kremi tayyor. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Korjimizni eng tag qismini qo'yamiz va muzdekkina sut bilan namlantirib olamiz. Tayyor kremimizdan qo'yib tekislab chiqamiz. Kremini tekislaganimizdan keyin keyingi korjimizni qo'yamiz va xuddi shu tarzda davom etamiz. Yana sut bilan namlantiramiz. Krem joylashtiramiz yana. Juda ham oson,
tezda tayyor bo'ladigan va judayam mazali tort bo'ladi. Korjimizni 3-qismi, ya'ni tepa qismini ham ichki tomonini sut bilan namlantirib, teskarisi bilan yopamiz. Atroflaridagi ortiqcha chiqqan kremlarni bir tekisda tekislab olamiz va kremimizni qolgan qismi bilan ustini, yon atroflarini yopib, bir tekisda tortimizni tekislab olamiz. Tortni tayyorlab, tekislab bo'lganimizdan keyin bir necha soat davomida xolodilnikka qoldiramiz, ya'ni sovutgichga. Oradan vaqt o'tganidan keyin, tortimiz tayyor holatga kelganidan keyin ustiga shokoladli sous tayyorlab olamiz. 100 yoki 150 gramm qora shokolad va 100 mg qaymoq. Mikroto'lqinli pechda eritib olamiz. 30 soniya, ya'ni 30 sekund qo'ysak yetarli bo'ladi. Aralashtiramiz. Xuddi shunaqa chiroyli, quyuq, yaltirab turadigan shokoladli sous bo'ladi. Tortimiz tayyor. Endi tayyorlab qo'yilgan shokoladli sousni birozgina sovutib, tort ustidan qo'yamiz. Va xuddi shu ko'rinishda tekislab olamiz. Yon atroflarini ham shokolad bilan yopib chiqamiz. Ustiga shunaqa is tushirdim men, chiroyli ko'rinishda chiqadi. Yana hamma o'zini fantaziyasiga qarab tortni xohlagan ko'rinishda bezatishlari mumkin. Bezatib o'tirmadim, shundoq o'zi chiroyli turibdi shokolad bilan. Va endi kesib bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Ichlarini ham qanchalik ishtahali chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham kam vaqt oladi va juda ham tez tayyor bo'ladi. Va juda ham mazali, og'izda eriydigan tort bo'ladi. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.